Assalomu alaykum aziz qadrdonlarim, birodarlarim. Tanajonlaring sog'mi, sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan yana aloqaga chiqqanimdan bag'oyat xursandman. Mana yangi oydan, iyul oyidan hurmatli prezidentimiz qaror chiqaribdilar. Bizga nogironlarni nafaqasini, oyliklarni 7% oshiribdilar. Bu 7% oshirilishi uchun qanchadan qancha sabr toqat qilib kutdik. Bungacha narx-navolar bir 3 marta, 4 marta, agar 5 marta desam ham xato qilmayman, narx-navolar ko'tarildi. Nafaqadan, pensiyalardan ko'tarilish daragi yo'q. Rahmat, shunchalik 7% ko'tarib beribsizlar. Lekin hamma osmonda bo'lsa, bu olayotgan nafaqamiz na dorimizga, na tirikchiligimizga yetsa, yashamaylik ekanda. Dori-darmonlar palon pul bo'lsa, bitta banisada yotamiz desak, boring 10 milliondan kam pul ketmasa, bu olayotgan 1 million 20 ming nafaqamiz banisaga yotishimizga yetadimi? Kommunal to'lovga to'lashimizga yetadimi? Nima qilish kerak endi? Mana bir ukaxonimiz ham ichi dardga to'lib aloqaga chiqib gapiribdilar. Shu ukami gapirgan gaplarga men ham 100% qo'shilaman. Eshitib ko'ringlar-da, birodarlar. 2 iyuldan pensiya va nafaqalar 7% ga oshiriladi. Hech bo'lmasa 7% ga oshirilganiga ham rahmat, lekin biroz adolatsizlik deb hisoblayman. Oddiy misollarda tushuntirib beraman sizlarga. Bir odam birinchi guruh nogironi 1 million 100 ming so'm nafaqa oladi. Uning oylik aytaylik rasxoti hozirda 1 million 100 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, gaz oshdi, svet oshdi, narxlar oshib bormoqda, sababi mashinalarga quyadigan gaz ham oshdi 40% ga. Hozirgi rasxot kami 1,5 millionga ko'tarildi. Lekin pensiya atigi 7% ga ko'tarilyapti. 77 ming so'm qo'shiladi 1 million 100 ming so'mga. Bu juda ham adolatsizlik deb hisoblayman. Qayta ko'rib chiqishinglarni so'ragan bo'lardim. Yo nargi narxlarni ham shunga moslab 7% ko'taringlar, yoki pensiya va nafaqani ularga moslab 30-40% ko'taringlar. Mana ham shu bolaga 100% qo'shilaman. Shu ko'tarilgan nafaqa pensiyalarni boshqatdan ko'rib chiqishlarini so'rayman. Kimga og'ir botgan bo'lsa uzr so'rayman. Tanajonlaring sog' bo'lsin. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Sizlar bilan shu katta qolaring. Chiroyli kommentarlarni yozib borasizlar degan umiddaman. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.